Har jaholat qarshisida posovonim maktabim. 1405-ta'lim yil boshlanishi bilan Foryob viloyati yashovchilari maktablarning qayta ochilishidan xushnudilik izhor etib, ta'limning ahamiyati va ro'shan kelajakning qurishidagi rolini ta'kid etmoqdalar. Foryob xalqi ota-onalardan bolalarning maktablar va madrasalarga yuborishini so'ramoqdalar. Chunki bir mamlakatning muvaffaqiyati cho'qqilariga yetishi bosavod jamiyasiz mumkin emas. Hibatullo Yaqub o'g'li bu borada aytadi: ta'lim va tarbiya har qanday jamiyaning asosi taraqqiy bunyodidir. Mana yangi yilni yangi ta'limiy va ta'siliy e'lon boshlandi va mana bu yangi ta'limiy va ta'siliy yiliga biz o'tgan yillardan ham ko'ra yaxshiroq ta'limiy yilga yaxshi hissa qo'shib, shu ta'limiy yilni yaxshi sabaqlar, yaxshi darslar o'qisak, mana shu yuzdan bizni o'lkamizni taraqqiyotga erishish uchun mana shu yigitlarni, yoshlarni katta naqshi bor deb o'ylayman. Biz mana yoshlar va bolalar o'lkasining kelajagi uchun tinmay sabaqlarni o'qisa, dars o'qisa deb payom beraman va keyin bo'lsa ota-onajonlarga men payomim buki, bolalarni maktablar tomon va undan kattaroq bolalarni bilim yurtlariga yuborsinlar va maktablarga olib borsinlar. Mana shu bizning o'lkamizni tinchligi, obodligi va taraqqiyotga erishishi uchun mana shu narsalar biz uchun juda muhim deb tushunaman. Shuningdek, Qudratullo Qipchoqi ta'kid etadi: hech qanday sarmoya ilmdan qimmatroq emas va oilalar bu yo'lda mas'uliyatlarini ado etishlari kerak. U jamoaga ilm taraqqiy qilmasa, u jamoa ham taraqqiy qilmaydi. Agar inson ki bosavod bo'ldi, inshaalloh jamoa yoqtirlik bo'ladi. Jamoaga xila ta'sir tashlaydi. U ki xudo xohlasa agar biz bosavodi kam bo'lsa, jamoa keyinga qoladi, taraqqiy qilmaydi. Bolalarning otalaridan istagimiz shu, ota-onalaridan, kattakonlaridan avlodlarini maktabga yuborsinlar. Avlodlar besavod qolmasin. Besavod qolishga berilsa, sonra ko'cha-ko'lga yalagash bo'ladi, yalagashki bo'ldi, sonra o'sha otam bezor, ona ham bezor, mardim ham bezor, jamoa ham o'sha avloddan bezor bo'ladi. Boshqa tomondan Muftiy Zohidullo Zohid Foryob ma'rifi riyosatining o'rinbosari bilimning ahamiyatiga ishora qilib aytadi: mamlakatimiz islomiy amirligi orqali fathu ozod etilishi bilan birga vatandoshlarimizga muvozanatli ta'lim va tarbiya uchun xavfsiz fazo va yaxshi muhit yaratilgan. 1405-yilda 40 mingdan ortiq yangi o'quvchi qabul qilishini plan qilamiz. Lekin bu maqsadga yetish ota-onalarning yordami bo'lmasa mumkin emas. Unga hammaga mushaxxas voqan ma'rif o'zi bir sutun fuqarot jamiada. Har jamiaga voqan agar ma'rifi faol bo'lmasa, bu jamia o'zi mukammal g'ayri faol bo'ladi. Biz ko'shish qilamiz va riyosat ma'rif va shumuli kormandon va shumuli amiratoy ma'rif, tamom personal ma'rif inshaalloh shu millatning xizmatiga da ko'shish qilamiz, talosh qilamiz-ki mukammal hamma tamom nuqoti viloyat Faryobga va birga nimalari faol bo'lsa, makotibimiz faol bo'lsa, madorisimiz faol bo'lsa, nihodoy ta'limiy bizga targ'ib bergani mutobiq o'sha plan amaliyoti 40 ming shogird bilan bizni barnomai ta'lim tarbiyaga jazb qilsa, inshaalloh biz ko'shish qilamiz. Taqriban fe'lan 30 mingdan ziyodroq jazb qilamiz. Inshaalloh uni ham qolganini ham ko'shish qilamiz. Oxiri amalga qancha shogird murojaat qilsa, inshaalloh darvozai ma'rif uni ruhiga bozdi, uni jazb qilamiz makotib madorisga. Shuningdek, Afg'oniston Islomiy Amirligi amniyatni ta'min etishi bilan birga ta'limiy nizomga xos tavajjuh qaratib, yangi nasl uchun yaxshi ta'lim imkoniyatlarini yaratishga harakat qilmoqda. 1405-yil ta'limiy yil boshlanishi bilan ishonchimiz borki, xalq va mas'ullarning hamkorligi orqali bosavod, ogoh va olg'a ketgan jamiya qurish yo'lida muhim qadamlar tashlanadi.